Salom hurmatli kanalimiz obunachilari va qadrli tomoshabinlar. Shoshiling, bu ma'lumot sizning oilangizga taalluqli bo'lishi mumkin. Afsuski, hayot shundayki, yaqinlarimiz bir kun kelib bizni tark etishadi. Bunday og'ir qayg'uli damlarda byurokratik to'siqlar tufayli yana qo'shimcha qiyinchiliklarga duch kelish mumkin. Ayniqsa, keksa yoshdagi yaqinlarimiz, ya'ni pensionerlar vafot etganida hujjatlar bilan bog'liq masalalar odatdagidan ham murakkabroq tus olishi mumkin. Bugun men sizga o'ta muhim bir mavzu haqida gapirib beraman. Bu ma'lumotni bilmaslik sizga va yaqinlaringizga juda katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa pensiya oluvchi shaxslar haqida gap ketganda. Ba'zi bir nozik jihatlar mavjud bo'lib, ularni e'tiborsiz qoldirish qimmatga tushishi mumkin. So'nggi paytlarda internetda va ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilikni hayratga solgan, ba'zilarini esa xavotirga solgan bir xabar keng tarqaldi. Shok pensionerlarni endi bu hujjatlarsiz dafn etishmaydi. Qarindoshlar hujjat yig'ishga majbur bo'ladi. Bu xabar qanchalik haqiqat, qaysi qismlari noto'g'ri talqin qilingan? Nima uchun bu hujjatlar shunchalik muhim va qanday qilib to'g'ri yo'l tutish kerak? Bularning barchasiga bugun aniqlik kiritamiz. Sizning har bir daqiqangiz muhim. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing. Bu sizga muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi. Muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avval vaziyatni tushunib olsak. Pensionerlarni hujjatlarsiz dafn etishmaydi degan gapni eshitganda ko'pchilik buni so'zma-so'z tushunishi mumkin. Ya'ni go'yo biror kishi vafot etsa-yu, uning hujjatlari joyida bo'lmasa, uni dafn etishga ruxsat berilmaydigandek tuyulishi mumkin. Aslida vaziyat biroz boshqacharoq. Hech qaysi qozun jasadni dafn etishga to'g'ridan-to'g'ri to'sqinlik qilmaydi. Ayniqsa agar bu diniy yoki milliy urf-odatlar bilan bog'liq bo'lsa. Odatda vafot etgan insonning jasadini dafn etish birinchi navbatda tibbiy ko'rik va o'lim faktini tasdiqlovchi hujjat, tibbiy o'lim guvohnomasi asosida amalga oshiriladi. Mahalla qo'mitasining xabardor qilinishi va diniy marosimlarga oid ruxsatlar bu jarayonning bir qismi bo'ladi. Muammoning tub mohiyati shundaki, hujjatlarning yo'qligi yoki ularni rasmiylashtirishdagi kechikishlar dafn marosimi bilan bog'liq huquqiy va moliyaviy masalalarni hal qilishni deyarli imkonsiz qilib qo'yadi. Avvallari ayrim hollarda, ayniqsa qishloq joylarda yoki ba'zi shahar muhitlarida agar odam uyida vafot etgan bo'lsa, mahalla qo'mitasi, shifokor, ba'zan oddiy feldsher ham va oila o'zaro harakat qilardi. Tibbiy o'lim guvohnomasi berilardi va shunga asoslanib oila dafn marosimini o'tkazardi. Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi FXda rasmiy ro'yxatdan o'tkazish ba'zan kechiktiriladi yoki juda o'z fus bilan amalga oshiriladi. Ayniqsa katta meros yoki pensiya talablari darhol ko'zda tutilmagan bo'lsa. Dafn marosimi uchun nafaqa agar mavjud bo'lsa, mahalliy ijtimoiy ta'minot idoralari orqali ko'proq norasmiy tarzda berilgan bo'lishi mumkin edi. Bu ba'zi holatlarda pensiya to'lovlarining marhum nomidan noto'g'ri ravishda davom etishiga yoki umuman davlat hisobida tartibsizliklarga olib kelishi mumkin edi. Hozirgi kunda esa O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida bu jarayonlar yanada tartibga solindi va qat'iy talablar qo'yildi. Asosiy o'zgarish shundaki, o'lim faktini to'liq rasmiylashtirish va davlat tomonidan belgilangan barcha imtiyozlarni olish uchun qator hujjatlar va aniq bir ketma-ketlikka rioya qilish shart. Endi nafaqat dafn marosimining o'zi, balki unga bog'liq bo'lgan barcha huquq-oqibatlar, masalan, pensiya to'lovlarini to'xtatish, dafn marosimi uchun ajratilgan bir martalik nafaqa olish, meros masalalarini hal qilish, bank hisob varaqlaridagi operatsiyalarni to'xtatish va boshqalar rasmiy o'lim guvohnomasiz deyarli imkonsizdir. Bu o'zgarishlarning sabablari nimada? Avvalo, davlatning fuqarolar haqidagi demografik ma'lumotlarni yanada aniqroq yuritish, ijtimoiy ta'minot tizimini takomillashtirish va eng muhimi firibgarlik holatlarining oldini olishdir. Misol uchun, vafot etgan shaxsning pensiyasini uzoq vaqt davomida olishga urinishlar kabi noqonuniy harakatlarga chek qo'yish maqsad qilingan. Shuningdek, pensiya fondlari vafot etgan shaxsga ortiqcha to'langan pensiya summalarini keyinchalik qarindoshlaridan undirish kabi noxush holatlarni oldini olish uchun ham tezkor ma'lumot olishga muhtoj. Demak, hujjatlarsiz dafn etishmaydi degan jumlani hujjatlarsiz davlat tomonidan belgilanadigan barcha huquqiy va moliyaviy jarayonlarni yakunlash mumkin emas deb tushunish to'g'riroq bo'ladi. Bu o'zgarishlar fuqarolar uchun qulaylik yaratish va jarayonlarni shaffoflashtirishga qaratilgan.
Lekin bu borada xabardorlikni oshirish juda muhimdir. Siz asosiy qism bin nimalarni bilishingiz kerak. Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar unchalik tashvishlanmasa ham bo'ladi? Siz bilishingiz shart bo'lgan eng asosiy narsa. O'lim faktini tasdiqlovchi yagona yuridik hujjat boralik holati davlatnomalarini yozish bo'limi FXDIO, eski nomi FXDIO ZAG tomonidan beriladigan rasmiy o'lim guvohnomasidir. Tibbiy o'lim guvohnomasi bu jarayonning birinchi bosqichi. Xolos. Ko'pchilik xato qilib tibbiy guvohnomani olgach ish tamom deb o'ylaydi, ammo aslida eng muhim qadam FXDIOga murojaat qilib rasmiy guvohnomani olishdir. Astirish kimlar tashvishlanishi kerak? Endi uyda vafot etgan pensionerlarning oilalari agar yaqiniga shifoxonada emas, balki uyda vafot etgan bo'lsa, tibbiy o'lim guvohnomasini olishdan tortib FXDIOda ro'yxatdan o'tkazishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni o'zingiz boshdan kechirishingizga to'g'ri keladi. Bu esa qo'shimcha vaqt va e'tibor talab qiladi. Shifoxonada vafot etganda bu jarayon biroz soddalashadi. Chunki shifoxona xodimlari ko'pincha dastlabki hujjatlarni tayyorlashda yordam berishadi. 2. Asosiy marhum yolg'iz yashagan yoki qarindoshlaridan uzoqda bo'lgan oilalar bunday hollarda o'lim faktidan darhol xabar topish va tezkor harakat qilish qiyinlashishi mumkin. Bu esa tibbiy guvohnoma olish va FXDIOda ro'yxatdan o'tkazish muddatlarini buzishga olib keladi. Asosiy marhumning shaxsini tasdiqlovchi yoki boshqa muhim hujjatlarni yo'qotgan oilalar, pasport, pensiya guvohnomasi, nikoh guvohnomasi kabi hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, o'limni rasmiylashtirish jarayoni juda murakkablashadi va uzoqqa cho'ziladi. Ba'zan hatto sud orqali shaxsni tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. 4. Dafn marosimi uchun ajratiladigan nafaqaga umid qilgan yoki moliyaviy ishlarni tezda hal qilishni istagan oilalar. Rasmiy o'lim guvohnomasisiz nafaqa olish yoki meros masalalarini boshlash imkonsiz. Hujjatlardagi har qanday kechikish moliyaviy yordamlarni olishni kechiktiradi yoki ulardan mahrum qilishi mumkin. 5. FXDIOga murojaat qilishning qat'iy muddatlaridan bexabar bo'lgan oilalar. Tibbiy o'lim guvohnomasi olingandan so'ng odatda 3 kun ichida FXDIOga murojaat qilish shart. Bu muddatni buzish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kimlar unchalik tashvishlanmasa ham bo'ladi. Shifoxonada vafot etgan pensionerlarning oilalari astirish. Bu holatda tibbiy o'lim guvohnomasi shifoxona tomonidan o'z vaqtida beriladi. Bu esa FXDIOga murojaat qilish jarayonini tezlashtiradi. 2. Astirish barcha hujjatlar tartibli va oson topiladigan oilalar agar marhumning pasporti, pensiya guvohnomasi va boshqa kerakli hujjatlar bir joyda saqlangan bo'lsa, jarayon ancha soddalashadi. Uchun astirish hujjatlashtirish jarayonlaridan xabardor bo'lgan va tezkor harakat qila oladigan oilalar. Astashıq, agar siz qonunchilik talablaridan xabardor bo'lsangiz va kerakli idoralarga o'z vaqtida murojaat qila olsangiz, hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Asta hayotdan olingan aniq misollar, raqamlari va vaziyatlar. Misol 1. Kechiktirilgan murojaatning oqibatlari. Mariya Opa, taqrim 5 yoshda, Toshkentdagi uyida tinchgina vafot etdi. Oilasi qayg'u ichra birinchi navbatda dafn marosimini o'tkazish tashvishiga tushdi. Ular tez yordamni chaqirib, tibbiy o'lim guvohnomasini olishdi va mahalladan ma'lumotnoma olib, marosimlarni bajarishdi. FXDIOga murojaat qilishni esa keyinga qoldirishdi. Chunki ular uchun marosimni o'tkazish muhimroq edi. Oradan bir hafta o'tib, Mariya Opaning pensiya kartasiga odatdagidek pensiya puli tushishda davom etayotganini ko'rishdi. Shundan keyin FXDIOga borish kerakligini eslashdi. Ammo murojaat kechiktirilgani sababli 3 kunlik muddatdan o'tib ketilgani uchun FXDIO xodimlari ulardan kechikish sababi haqida yozma tushuntirish xati, hatto ba'zi hollarda mahalla fuqarolar yig'inining tasdiqlovchi xatini ham talab qilishdi. Eng yomoni, pensiya jamg'armasi marhuma nomiga ortiqcha to'langan 500 ming so'm pensiyani qaytarishni talab qildi. Bu pullar allaqachon oilaning boshqa xarajatlariga sarflangan edi. Natijada oila ortiqcha to'lovni qaytarishga majbur bo'ldi va FXDIOdagi qo'shimcha hujjatlar, masalan, kechikishni tasdiqlovchi hujjatlar, ba'zi hollarda sud tibbiy ekspertizaning ikkilamchi xulosasi yoki sud qarori ham talab qilinishi mumkin. Agar shubhali holatlar bo'lsa, uchun yana 300 ming so'mga yaqin xarajat qildi. Bu Mariya opaning oilasi uchun og'ir damlarda katta moddiy va ruhiy yuk bo'ldi. Misol 2. To'g'ri va o'z vaqtida harakat qilishning afzalliklari. Ahmad aka 7 yoshda Toshkent viloyatidagi shifoxonalarning birida uzoq davom etgan kasallikdan so'ng vafot etdi. Uning o'g'li shifokorlar o'lim faktini tasdiqlab, tibbiy o'lim guvohnomasi berganlaridan so'ng
shu kuni yo'q zarur hujjatlar o'zining pasporti, marhum otasining pasporti va tibbiy guvohnoma bilan otasining doimiy yashash joyidagi FXDO'ga murojaat qildi. O'sha yerning o'zida ariza yozib, bir necha soat ichida otasining rasmiy o'lim guvohnomasini qo'lga kiritdi. Ertasi kuni Ahmad akaning o'g'li shu guvohnoma bilan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga bordi. U nafaqani to'xtatish va dafn marosimi uchun ajratiladigan bir martalik nafaqa 2020 yil holatiga ko'ra O'zbekistonda dafn marosimi uchun ajratiladigan bir martalik nafaqa minimal ish haqqining 2 barobar atrofida bo'lib, bu taxminan 2 million so'mga yaqin summani tashkil qilishi mumkin olish uchun ariza yozdi. Natijada hamma ishlar tez va muammosiz hal bo'ldi. Oilaga ortiqcha moddiy zarar ham, ruhiy stress ham yetmadi. Dafn marosimi uchun ajratilgan nafaqa ham o'z vaqtida olingani tufayli oilaning moliyaviy yukini yengillatdi. Misol 3 hujjatlarning yo'qligi va shaxsni tasdiqlashdagi qiyinchiliklar. Fotima xola 7 yoshda Farg'onada yolg'iz yashagan. Uning pasporti yillar davomida yo'qolgan edi va u buni tiklashga ulgurmagandi. Vafotidan keyin uning jiyani marosim ishlarini tashkillashtirish uchun keldi. Tibbiy o'lim guvohnomasi olindi. Lekin FXDO'ga murojaat qilishganida marhumaning pasporti yo'qligi sababli rasmiy o'lim guvohnomasini berishdan bosh tortishdi. Ulardan avval Fotima xolaning shaxsini tasdiqlash yoki uning pasportini tiklash uchun sudga murojaat qilishni talab qilishdi. Bu jarayon sud majlislari, guvohlarni topish va boshqa bürokratik jarayonlar tufayli deyarli 2 oyga cho'zildi. Bu davr mobaynida nafaqani to'xtatish yoki dafn marosimi uchun nafaqa olish imkonsiz bo'ldi. Jami sud xarajatlari, advokat xizmatlari va boshqa rasmiyatchiliklar uchun jiyaniga 2,5 million so'mga yaqin mablag' sarflandi. Bu holat muhim hujjatlarning tartibsizligi yoki yo'qligi qanchalik katta muammolarga olib kelishini yaqqol ko'rsatadi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, xavfli nuqtalari va ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlar har qanday qoida o'z istisno va nozik jihatlariga ega bo'lgandek. O'limni rasmiylashtirish jarayonida ham bir qancha e'tibor berish lozim bo'lgan holatlar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab kutilmagan muammolardan himoya qilishi mumkin. Qoidalardagi istisnolar. 1. Asta shifoxonalar yoki tibbiy muassasalardagi o'limlar. Agar shaxs shifoxonada vafot etgan bo'lsa, tibbiy o'lim guvohnomasini berish uchun asosiy mas'uliyat tibbiyot muassasasining zimmasida bo'ladi. Ular ko'pincha bu jarayonni o'rnatilgan tartibda amalga oshiradilar va ba'zan FXDO'ga o'zlari ham xabar berishlari mumkin. Bu qarindoshlar uchun jarayonni sezilarli darajada soddalashtiradi. Bu holatda tibbiy guvohnomani tezroq olish imkoniyati yuqori bo'ladi. 2. Aslish mamlakatdan tashqarida sodir bo'lgan o'limlar. Agar pensioner chet elda vafot etgan bo'lsa, o'limni qayd etish jarayoni yanada murakkablashadi. Bunday holatlarda O'zbekistonning chet eldagi konsullik xizmatlari orqali harakat qilish kerak bo'ladi. Chet elda berilgan o'lim guvohnomasi O'zbekistonda tan olinishi uchun tarjima qilinishi, tasdiqlanishi, apostil yoki legallashtirish va O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq qayd etilishi lozim. Bu jarayon uzoq vaqt talab etadi va qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. 3. Tanasining shaxsi aniqlanmagan yoki shubhali o'limlar. Agar o'lim shubhali sharoitlarda sodir bo'lgan bo'lsa yoki jasadning shaxsi aniqlanmagan bo'lsa, bu holatlarga huquqni muhofaza qilish organlari va sud tibbiy ekspertiza xizmatlari aralashadi. Bunday hollarda o'limni rasmiylashtirish jarayoni mutlaqo boshqacha bo'ladi va dastlab oila a'zolari emas, balki rasmiy idoralar tomonidan boshqariladi. Qarindoshlar faqat tergov tugagandan so'nggina tegishli hujjatlarni olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Asterisk xavfli nuqtalar, pitfalls. 1. Asterisk murojaatni kechiktirish. Eng keng tarqalgan va xavfli nuqta bu o'limni qayd etishni kechiktirishdir. Qonun odatda tibbiy o'lim guvohnomasini olgan kundan boshlab bir necha kun ichida, masalan 3 kun FXDO'ga murojaat qilishni talab qiladi. Bu muddatni buzish jarimani keltirib chiqarishi, qo'shimcha hujjatlar, masalan, militsiya xulosasi, o'lim faktini aniqlash bo'yicha sud qarori talab qilinishiga olib kelishi va pensiya jamg'armasi bilan bog'liq muammolarni murakkablashtirishi mumkin. Ikki asl hujjatlarning yo'qligi, marhumning pasporti, pensiya guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, turmush o'rtog'ining nafaqasi uchun va ariza beruvchining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar. Bu hujjatlarning yo'qolishi yoki mavjud emasligi juda katta kechikishlarga sabab bo'ladi. Misol uchun pasport bo'lmasa, shaxsni tasdiqlash uchun ko'p vaqt va kuch sarflanadi. Dafn marosimi uchun nafaqa kimlarga berilishini bilmaslik.
Bu nafaqa faqatgina ma'lum bir qarindoshlarga turmush o'rtog'i bolalari, ota-onasi yoki dafn marosimini o'tkazgan shaxsga beriladi. Kimning murojaat qilishi va qanday hujjatlar taqdim etilishi kerakligini bilmaslik nafaqani ololmaslikka sabab bo'ladi. 4. Firibgarlik urinishlari. Astroshk vafot etgan shaxsning nomiga pensiya to'lovlarini olishni davom ettirishga urinish noqonuniy hisoblanadi va jiddiy jazoga, shu jumladan mablag'larni qaytarishga va jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi vafot etgan shaxslarning ro'yxatini doimiy ravishda yangilab turadi va bunday holatlarni aniqlasa, qonuniy choralar ko'radi. 5. Asos hujjatlarning noto'g'ri to'ldirilishi. Asos hatto kichik xatolar ham hujjatlarni qabul qilmaslikka va ularni qayta rasmiylashtirish zaruratiga olib kelishi mumkin. Bu esa qo'shimcha vaqt va resurslar talab qiladi. FXDOda ariza to'ldirganda juda e'tiborli bo'lish kerak. Ko'zga tashlanmaydigan nozik jihatlar. 1. O'limning aniq vaqti va sanasi. Yuridik maqsadlarda tibbiy guvohnomadagi o'lim vaqti va sanasi juda muhimdir. Bu nafaqat o'lim faktini tasdiqlash, balki pensiya to'lovlarini to'xtatish va meros masalalarini hal qilishda asos bo'ladi. 2. Pensiyani to'xtatish tartibi. Pensiya to'lovlari o'lim sodir bo'lgan oydan keyingi oyning 1-kunidan boshlab to'xtatiladi. Masalan, agar shaxs 15 yanvarda vafot etgan bo'lsa, yanvar oyi uchun pensiya to'lanadi. To'lovlar 1 fevraldan boshlab to'xtaydi. Agar o'lim guvohnomasi kechikib rasmiylashtirilsa, qarindoshlar keyingi oylar uchun ham pensiya olishlari mumkin. Bu pullar esa majburiy tartibda pensiya jamg'armasiga qaytarilishi shart. Aks holda bu qarz marhumning merosxo'rlaridan undiriladi. 300. Astos kim murojaat qilishi mumkin? Astos o'lim guvohnomasini olish uchun odatda yaqin qarindoshlar, turmush o'rtog'i, bolalari, ota-onasi, aka-ukalari murojaat qilishlari mumkin. Ular o'zlarining shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarga va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlarga ega bo'lishlari kerak. 4. Dafn marosimi uchun nafaqa bu bir martalik maxsus to'lovdir. Ko'pchilik uni oddiy pensiya yoki boshqa imtiyozlar bilan chalkashtirib yuboradi. Uni olish uchun alohida ariza bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish va rasmiy o'lim guvohnomasini taqdim etish talab etiladi. 5. Astrosh ishonchnoma, doverennost. Ba'zi hollarda agar oila a'zosi FQDOga shaxsan bora olmasa, ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Ammo o'limni dastlabki ro'yxatdan o'tkazish uchun odatda bevosita qarindoshning o'zi borishi afzalroqdir. O'limni rasmiylashtirish shaxsiy mas'uliyatni talab qiladi. Misol, o'rtacha pensiya to'lovining oqibatlari. Vali akam megasi yoshda vafot etganda, oilasi o'limni rasmiylashtirishni biroz kechiktirdi. Uning pensiyasi kartasiga yana 1 oy uchun pul tushdi. Oila bu pulni ishlatib yubordi. Chunki g'am-g'ussada edi va hisob-kitob qilishni o'ylamadi. Keyinchalik pensiya jamg'armasi ortiqcha to'langan pulni talab qilib murojaat qildi. Bu pullarni qaytarish uchun oilaga katta stress va moddiy qiyinchiliklar tug'dirdi. Chunki ular allaqachon boshqa xarajatlarga ishlatilgan edi. Bunday holatda ortiqcha to'langan summa majburiy tartibda undirib olinadi, hatto merosdan ham. Bu esa jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bunday holatlar oilalar uchun juda og'ir bo'lishi mumkin. Chunki ular kutilmagan moliyaviy yuk bilan birga qonuniy muammolarga ham duch kelishadi. Astrosh misol. Dafn marosimi uchun nafaqadan bexabarlik. Gulnora opa 6 yoshda uzoq davom etgan kasallikdan so'ng olamdan o'tdi. Uning o'g'li onasi vafot etgach, darhol FQDOga borib, o'lim guvohnomasini oldi. Lekin u dafn marosimi uchun alohida nafaqa borligini bilmasdi. 1 oydan keyin qo'shnisi bu haqida aytib berganidan so'ng pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Yaxshiyamki murojaat qilish muddati o'tmagan edi. Lekin shuncha vaqt bu puldan bexabar qoldi. Agar undan ham kechroq murojaat qilganida, balki bu nafaqani olishdan mahrum bo'lishi ham mumkin edi. Chunki dafn marosimi uchun nafaqa olish muddati ham belgilangan. Ya'ni agar o'lim guvohnomasi olingan kundan boshlab ma'lum bir muddat, odatda 6 oy ichida murojaat qilinmasa, nafaqa berilmasligi mumkin. Astrosh amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi haqida aniq qadamlar. Hurmatli do'stlar, yuqoridagi ma'lumotlarni hisobga olgan holda, yaqin insoningiz vafot etganda qanday qadamlar qo'yishingiz kerakligi haqida aniq va batafsil ko'rsatmalar beraman. Bu harakatlar ketma-ketligi sizga og'ir damlarda to'g'ri yo'l tutishga va ortiqcha muammolardan qochishga yordam beradi. Asqisbin o'lim sodir bo'lganda birinchi navbatdagi harakatlar. Asqis tibbiy yordamni chaqirish. Astrosh agar o'lim uyda ro'y bergan bo'lsa va uning sabablari aniq bo'lmasa yoki shubhali ko'rinsa, zudlik bilan shoshilinch yordam xizmatini eng o'chi chaqiring. Ular o'lim faktini tasdiqlash uchun kelishadi va kerak bo'lsa
sud tibbiy ekspertizaga yuborishadi. Agar o'lim tabiiy bo'lib, sababi aniq bo'lsa, mahalliy poliklinika shifokorni chaqirishingiz mumkin. Shifoxonada vafot etgan bo'lsa, bu bosqich oddiyroq bo'ladi. Chunki shifoxona o'zi kerakli chorani ko'radi. Asli ichki ishlar organlariga xabar berish. Agar o'lim sabablari shubhali, kutilmagan yoki zo'ravonlik bilan bog'liq bo'lsa, tez tibbiy yordam bilan birga ichki ishlar organlariga endi ham zudlik bilan xabar berish shart. Bunday hollarda tergov jarayoni yakunlanguniga qadar jasadni joyidan silitmaslik kerak. Mahalla qo'mitasini xabardor qilish. Mahalliy fuqarolar yig'ini mahalla qo'mitasi vakilini o'lim haqida xabardor qiling. Mahalla keyinchalik sizga ba'zi ma'lumotnomalarni berishda yordam berishi mumkin. Bu rasmiyatchilikda muhim rol o'ynaydi. 2. Tibbiy o'lim guvohnomasini olish. Qayerdan olinadi? Bu o'limni rasmiy tasdiqlovchi birinchi hujjatdir. Agar shaxs shifoxonada vafot etgan bo'lsa, uni shu shifoxonaning o'zi beradi. Mahalliy poliklinika shifokori yoki tez tibbiy yordam mutaxassisi tomonidan tekshiruvdan so'ng beriladi. Nimalar kerak bo'ladi? Marhumning pasporti va agar mavjud bo'lsa, uning tibbiy kartasi, tibbiy tarixi hujjatlari. Muhimligi. Bu guvohnomada o'lim sababi, sanasi va aniq vaqti ko'rsatiladi. Bu keyingi barcha rasmiyatchiliklar uchun asos bo'ladi. Uning asl nusxasini juda ehtiyot qiling, chunki u sizdan FDOga taqdim etiladi. Agar tibbiy guvohnoma sud tibbiy ekspertiza xulosasi asosida berilishi kerak bo'lsa, jarayon biroz cho'zilishi mumkin, ammo yakuniy hujjatni ekspertiza tugagandan so'ng olasiz. 3. FDOda o'limni qayd etish, rasmiy o'lim guvohnomasini olish. Asli eng muhim qadam, bu butun jarayonning eng muhim qismidir. Tibbiy o'lim guvohnomasini olganingizdan keyin 3 kun ichida marhumning doimiy yashash joyidagi yoki o'lim sodir bo'lgan hududdagi fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limiga FXDO murojaat qilishingiz shart. Bu qat'iy belgilangan muddatni o'tkazib yuborish jiddiy muammolarga va qo'shimcha rasmiyatchiliklarga olib kelishi mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak? Marhumning doimiy yashash joyidagi yoki o'lim sodir bo'lgan hududdagi FXDO bo'limiga. O'zingiz bilan olib borish kerak bo'lgan hujjatlar: tibbiy o'lim guvohnomasi asl nusxasi, marhumning pasporti asl nusxasi, pensiya guvohnomasi asli nusxasi agar mavjud bo'lsa, murojaat qiluvchining, ya'ni sizning pasportingiz asli nusxasi, marhum bilan qarindoshlik rishtalarini tasdiqlovchi hujjat, masalan, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma agar marhum sizning ota-onangiz bo'lsa, yoki nikoh guvohnomasi agar turmush o'rtog'ingiz bo'lsa. Bu qarindoshlikni tasdiqlash uchun juda muhim. FXDOda maxsus ariza shaklini to'ldirasiz. Xodimlarga barcha savollaringizni berishdan tortinmang. Nima olasiz? Bu jarayon yakunida sizga O'zbekiston Respublikasi qonunlariga ko'ra shaxsning vafot etganligini tasdiqlovchi yagona yuridik hujjat hisoblangan o'lim guvohnomasi beriladi. Unda marhumning shaxsiy ma'lumotlari, o'lim sanasi va joyi, guvohnoma raqami aks etadi. Bu hujjatdan kamida 5-10 nusxa olib qo'yishni maslahat beraman. Chunki u pensiya jamg'armasi, banklar, notarius, kommunal xizmatlar kabi ko'plab joylarda kerak bo'ladi. Pensiya jamg'armasiga xabar berish va dafn marosimi uchun nafaqa olish. Nima uchun? Rasmiy o'lim guvohnomasini qo'lga kiritgach, imkon qadar tezroq marhum pensiya olib turgan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Bu ikki muhim sababga ko'ra amalga oshiriladi. Birinchidan, marhumning pensiya to'lovlarini to'xtatish uchun. Bu yuqorida aytib o'tganimizdek, ortiqcha to'langan pensiya summasini keyinchalik qaytarish bilan bog'liq muammolarni oldini oladi. Ikkinchidan, dafn marosimi uchun bir martalik nafaqa olish uchun. Bu nafaqa marhumning qarindoshlariga yoki dafn marosimini o'tkazgan shaxsga beriladi va marosim bilan bog'liq xarajatlarning bir qismini qoplashga yordam beradi. Qayerga murojaat qilish kerak? Marhum pensiya olib turgan pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga. O'zingiz bilan olib borilishi kerak bo'lgan hujjatlar: FXDOdan olingan o'lim guvohnomasi, asl nusxasi va bir nechta nusxalari. Marhumning pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, sizning pasportingiz, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, masalan, tug'ilganlik guvohnomasi yoki nikoh guvohnomasi. Dafn marosimi uchun nafaqa o'tkaziladigan bank hisob raqamingiz ma'lumotlari. Nima olasiz? Pensiya to'lovlarining to'xtatilganligi haqida tasdiqnoma va dafn marosimi uchun nafaqa olish uchun arizangizning qabul qilinganligi haqidagi ma'lumot. Nafaqa belgilangan muddatda bank hisobingizga o'tkaziladi. Boshqa muassasalarga xabar berish va meros masalalari. Meros masalasi.
pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ishlarni hal qilganingizdan so'ng agar mavjud bo'lsa, marhumning bank hisob raqamlari, mulk, ko'chmas mulk, avtomobil va boshqa moliyaviy aktivlari bo'yicha masalalarni hal qilish uchun o'lim guvohnomasi bilan notariusga murojaat qiling. Bu merosni rasmiylashtirish jarayonining boshlanishi bo'ladi. O'lim guvohnomasi olgan kundan boshlab merosni qabul qilish muddati 6 oy tashkil etadi. Bu muddatni o'tkazib yubormaslik juda muhim. Banklarga xabar berish. Marhumning bank hisob raqamlari bo'lsa, o'lim guvohnomasi bilan bankka murojaat qilib, hisob raqamlarini bloklash yoki meros masalasi hal bo'lgunga qadar muzlatishni so'rashingiz lozim. Kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlari. Kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlariga gaz, svet, suv, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi o'lim haqida xabar berish va shaxsiy hisob varaqni o'zgartirish yoki yopish zarur bo'lishi mumkin. Bu kelajakda ortiqcha to'lovlar yoki muammolarni oldini oladi. Xulosa va yakuniy chorloq ko'rib turganingizdek, pensionerlar vafot etganda hujjatlashtirish masalasi o'ta muhimdir. Gap marhumning jasadini dafn etishga ruxsat bermaslikda emas, balki dafn marosimini qonuniy asosda o'tkazish, davlat tomonidan beriladigan yordamlarni o'z vaqtida olish va kelajakdagi har qanday yuridik muammolarning oldini olishda. Eng asosiysi bu tibbiy o'lim guvohnomasi olingandan keyin 3 kun ichida FXDOga murojaat qilib, rasmiy o'lim guvohnomasini olishdir. Bu harakat sizni ko'plab bosh og'riqlaridan xalos qiladi va og'ir damlarda oilangizni qo'shimcha stressdan asraydi. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi va sizni ko'plab muammolardan qutqarishga yordam beradi. Shu bois bu ma'lumotni oilangiz va do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Balki kimdir hozir aynan shu ma'lumotga muhtojdir. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi foydali videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling.